Assalomu alaykum, Avtosel podpischiklari, qadrli yurtdoshlarimiz. Bugun sizlarga reklama qo'yib beradigan mashinamiz, xudo xolasa, Cobalt avtomat bo'ladi. Bu emas, buni bugun reklamasini qo'yib berdik. Zaklatini berib ketdilar 1 million, ertagina keladigan bo'lsalar, adlarni o'tirib, hamma dokumentlarni taxlab beramiz, xudo xolasa. Naqd pul sotildi bu mashinamiz. Endi izini uzmay, navbatdagi zo'r sostenadagi tayyor Cobaltimizni qo'yib beracakmiz, do'stlar. 2025-yilda ishlab chiqarilgan oq rangli Cobalt avtomat, kraskalari 100% родной, sosteniyasi ham idealniy darajada. Уже nomerdan ko'rib olsangizlar bo'ladi. Nechik odam haydagani и mashina nechik mehr berganini video davomida namoyishlarni ko'rsatib o'tamiz. O'zingiz kommentariyada baho berib o'tasizlar va niyat etganlar like bosib qo'yinglar va izlab yurganlarga jo'natib qo'yinglar. Mashina 4 dona yumshoq balon, zo'r uстановка qilingan, zavodskoy, diska, ABS, hamma narsalari bor varianti. Elde 2 oynasi va laboyna sonzashnik plyonkalari urilgan va arkanalari tonirovkalar turibdi mashinamizni. Bog'larning 4 ham zo'r, protektorlari yumshoq balon qo'yilgan. Obshivka holati ham idealniy turibdi. Yechindi, qirilib, qirchilib, bo'yalgan, taxlangan yeri yo'q. Endi salonga qilingan ishda tena poyit tashalgan, chexolni zo'r ustanib ketilgan, mashina 31 ming yurgan, rullarga cruise control knopkalari qo'yilgan, monitorlari bor mashinamizni. Barlar ham qo'yilgan, video registratorlari bilan и 4-pokoleniya metan gazlari bilan. Вообще ideal lekin mashina holati, olgan odam xudo xolasa hazzati beradigan narsani. Kuzovining salonining yechirinde defekti, kamchiligi yo'q, bemalol xohlagan ustalaringiz xohlagancha tekshirib ko'rib olsangizlar bo'ladi. Endi bu mashinamizning dalillarına keladigan bo'lsak, narxini 142 million so'm aytib qo'yibmiz. Ustida ozroq xayrana qaytib bersak bo'ladi va kredit etib olaman degan mijozlarimiz uchun Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasini ayrim tumanlaridan kelgan mijozlarimizga boshlang'ich to'lovina 25 million so'm pul kerak, notariusga xarajatlar отдельный bo'ladi. Oylik to'lovlar esa 5 yil muddati 3,5 million so'mdan chiqadi. Cobalt avtomat 3,5 million so'mdan zo'r baho-ku, to'g'rimi? O'zining narxi ham zo'r, 142 million so'm. Yana ustida savdo qilib olsangizlar ham bo'ladi va barter variant asosida ishlayman degan mijozlarimiz uchun kelsangizlar barter ham ishchi beramiz. Mashinalarimizni chiroyli narxda hisoblab olgan holda. Kraska probeglarni 100% javob berdilar. Yo'llarni tekshirib ko'rib olaverasizlar. Klapanlarına külüş değmegen, ABS tormozları bor, konditsionerlari bor, ishga tutdi. Metan 4-pokoleniya i zavodskiy akkumulyatorlarni tutdi mashinamiz. Endi 25-yil mashina bo'lgandan keyin videodan ko'rib tursa va o'zingiz ham tasavvur etaverasizlar. Xudo xolasa, video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like bosib bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Mashina sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, Avtosel salonimizga kelaverasizlar. Zo'r narxda mashinamizni barakat keksizlar bo'ladi. Mashina sotib egalaridan yetibdi, kelib ko'rib olaverasizlar va sotuvda boshqa turdagi mashinalarimiz ham bor. Kelsangizlar chiroyli narxda savdosini qilib olsangizlar bo'ladi va agar mashina sotaman degan niyatda kelsangizlar ham zo'r narxda mashinalaringizni saqlab olamiz. Sog' salomat bo'linglar, mana kutib qolamiz.